Bismillahirrohmanirrohim. Dars. Anva'ul kalimati. So'zlarning navlari. Va tanqasimu ila salasati anva'in. Va 3 navga qismlanadi. Va naw'in yuqalu lahu fi'lun mislu kataba va yaktubu uktub. Bir nav'ki uni fe'l deb aytiladi. Misol yozdi, yozadi, yoz. ونوع يقال له اسم مثل محمد وأسفور وتفاحة. yana bir naviki uni ism deyiladi. Muhammad, chumchuq, olma kabi. ونوع يقال له حرف مثل hal va fi va lam. yana bir naviki uni harf deyiladi. Hal mi qo'shimchasi, fi da, lam o'tgan zamonni inkor qiluvchi harf. لا تخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الهجائية عن 3 أنواع. Hijja harflardan tuziladigan jamiki so'zlar 3 navdan chiqmaydi. Va naw'in yusamma fi'lan, va naw'in yusamma isman, va naw'in yusamma harfan. Bir navki uni fe'l deb ismlanadi va bir nav uni ism deb ismlanadi va bir nav uni harf deb ismlanadi. Fal fi'lu mislu kataba yaktubu uktub. Fe'l yozdi, yozadi, yoz kabi. Va daxraja yudaxriju yudaxrij. Yumalatdi, yumalatadi, yumalat kabi. Vantalaqa yantaliqu vantaliq. Ketdi, ketadi, ket kabi. Vastaxraja va yastaxriju vastaxrij. Chiqdi, chiqadi, chiq kabi. وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على حصول شيء وزمنه. va bundan boshqa bir narsani hosil bo'lishi va zamoniga dalolat qiladigan lafzlar ham fe'ldir. Wal ismu mislu Muhammadin va usfurin va tuffahatin va arzin va sama'in va shamsin va qamarin. Va ism Muhammad, usfurin chumchuq, tuffahatin olma, va arzin yer, va samain osmon, va shamsin quyosh, va qamarin oy kabilardir. Va g'ayri zalika min al-alfaz allati nunadi biha al-ashkhasa aw nusammi biha al-ashya'a. Va bundan boshqa u bilan bir shaxslarni chaqiradigan yoki u bilan narsalarni ismlaydigan lafzlar ham ismdir. فمن ذلك أسماء الناس وأسماء الجبال والأنهار والبلاد وكل ما يدل على حيوان أو نبات أو جماد. Mana shundandir insonlarning nomlari, tog'lar, anhorlar, shaharlarning nomlari va yana har bir hayvonot olamiga yoki o'simlikka yoki jonsiz narsalarga dalolat qiladigan lafzlar ham ismdandir. Wal harfu mislu hal va fi va lam va min va ila va thumma va ghayri dhalika min al-alfaz allati la yazharu ma'naha illa ma'a ghayriha. Va harf hal mi qo'shimchasi va fi da qo'shimchasi, lam o'tgan zamonni inkor qiluvchi harf, min dan qo'shimchasi, ila ga qo'shimchasi, thumma so'ng. Va bundan boshqa faqatgina boshqa lafzlar bilan birgalikda bo'lganda bir ma'noni ko'rsatib ifoda qilib beruvchi so'zlar ham harfdir. Tamrinun mashq. Mallazi yatarakkabu min al-huruf al-hijaiyati. Hijja harflardan nimalar tuziladi? Va fi kam naw'in tanhasiru al-kalimatu. So'zlar necha navga chegaralanadi? Mallazi yadullu alayhi al-fi'lu. Fe'l unga dalolat qiladigan narsa nima? Uzkur ashrata af'alin. 10 ta fe'llardan zikr qil. Uzkur 5 asma'in min asma'in nasi va mislaha min asma'il ajnasil hayvani wan nabati wal jamadi. 5 ta insonlarning nomlaridan bo'lgan ismlardan va shunga o'xshash hayvon jinsining nomlaridan bo'lgan ismlardan va o'simlik va jonsiz narsalarni ismlardan zikr qil. Bu mashqni sherigingizga yoddan aytib berasiz. Ayyinil af'ala wal asma'a wal hurufa min hadhihi al-kalimat. Bu so'zlardagi fe'llar, ismlar va harflarni tayin qiling. Qalamun qalam, min
dan qo'shimchasi kataba yozdi, varaqun sahifa, yutoli'u o'qiydi, mahmudun mahmud, fi da qo'shimchasi yata'allamu ta'lim oladi, farasun ot, ihfaz yodla, hamamun kabutar, ila ga, hadara hozir bo'ldi, thumma so'ng, vardatun atirgul. أين ما يظهر لك من الأفعال والأسماء والحروف في هذه العبارات. Bu iboradagi senga ma'lum bo'lgan fe'llar, ismlar va harflarni tayin qil. An-Nilu nahrun yanba'u min awasiti Afriqiyata. Nil Afrikaning o'rtasidan boshlanadigan daryodir. Bunda an-Nil ega, mubtado, nahrun xabar. Yanba'udan keyingi jumla nahrning sifati bo'ladi. Shuning uchun oldin aytdik. Nil ism, nahrun ism, yanba'u fe'l, min harf, avositi ism, ifriqiyata ism. Kelgusi jumlalarni mana shunday aniqlab bayon qilasiz. Va yasubbu fil bahril malihi. Va u sho'r dengizga quyiladi. Va yamurru bi biladi Misra fa yufizu ala ardiha al-hisba wan-namaa. Va u Misr shaharlaridan o'tadi, bas uning yerlariga hosildorlik va unumdorlikni pays keltiradi. Va yuksibu ahlaha as-sa'adata wal-hanaa. Va uni ahliga saodatmanlik va xursandchilikni kasb qilib beradi.